Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Shohrux AC kanalidasizlar va sizlar bilan kamina Shohrux. Bugun biz Toshkentning o'rtasida, ya'ni shahar markazida ochilingan detailinga kelganmiz. Ya'ni bu O'zbek detailing va bu premium detailing joy va bu yerga shahardagi eng premium mashinalar kelgan. Bu yerga juda ham ot kuchi ko'p va chiroyli mashinalar kelgan va hozir bu yerda juda ham ko'p blogerlar bor ichkarida. Bo'lmasam bir chetdan mana ko'zim bilan sizlar buni ko'rib ketasizlar. Bo'lmasam biz boshladik. Xo'p, do'stlar, mana O'zbek detailingni bu yerda mana Westminster, o'shaning orqasidagi ko'chaga kirsanglar, mana bu yerda O'zbek detailing ochilgan. Xo'p, bu yerda nima mashinalar bor? Shundoqgina O'zbek detailing ro'parasida mana Mercedes GTC turibdi. Bu Mercedesni bilasizlar, mana vloglarimda juda ham ko'p chiqqan. Mana GTC. Juda ham chiroyli mashina, qaranglar. Hamma ayniqsa buni rangi gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham yoqadi menga shu model. Buni go'zalligini qaranglar. Bu yerda mana X5 turibdi, nomeriga alohida baho berib ketinglar. 715 UZD. Bu yerda mana BMW, buni qaranglar, kapot karbonoviy. Karbonoviy kapot. Juda ham chiroyli. Rangini qaranglar. Qora emas, qanaqadir temniy siniy rang. BMW M5 Competition sariq ko'zlari bor, buni ko'pchilik biladi, taniydi. Bunda 800 tot kuchi bor hozir. Ramon Performance tarafdan stage qilingan. Ovozi juda ham baland. Bu yerda mana Mercedes yeshkani yangilangan versiyasi, matoviy qora. Adashmasam bunaqa matoviy yeshka, adashmasam bitta. Agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilab ketinglar. Shunda ichkariga keladigan bo'lsak, bu yerda Tojikistonning blogeri Yatank mashinasi turibdi mana. Yatank mashinasi BMW M8. Bunda ham hozir stage qilingan, ot kuchlari ko'p. Doniyor Qayumov bilan gonka qilishuvdi. Xuddi shu mashina. Bu yerda legendarniy BMW M5 E60 XM. Bu ani 1000 tot kuchlisi emas, lekin buni ham kuchaytirishadi, lekin bu 1000 tot kuchlisi emas, bu boshqa. Ketdi, mana buni zavat qilamiz. Jasur. Tayyormisizlar? 1 2 3. Bismillah. Yanapti. So. Mana BMW M5 egasi Instagramini qoldirdim. Obuna bo'linglar. Hech qattiq yuzini ko'rsatmagan, lekin mana vlogimda yuzini ko'rsatdi. Ammo oryapti, zo'r gapiryapman. Bo'ldi. 023 USSda Instagram ham shunaqa deydi, даже. Mana bo'lmasam. Mana bo'tdi. Naryodan boshyapti, bu yoqdan boshyapti. Xullas to'polon. Mayli biza. Oy. Ayshi, okey. Va bu yerda BMW X6. Bunaqa rangli X6 O'zbekistonda yagona BMW X6, ya'ni shunaqa rangli yagona. Diskalarini qaranglar. Takkoya. Bu yerda BMW M6, buni driftlarini ham bitta ko'rasizlar o'zingizlar. Bu yerda Lexus. Nima bu yerda 223 qaranglar do'stlar. Boshqacha bo'lib turibdi, bor, umuman boshqacha bo'lib turibdi. Bu yerda Zikr 007 Performance. Bu Sultanov bloger akani mashinalari. Buni qaranglar. Eksklyuziv, takoy ko'chada unaqa ko'rinmaydigan mashina. BMW M4 Competition. Rullarini qaranglar. Salon rangini qaranglar do'stlar. Sultanov Road Drive. Ko'pchilik bu akani biladi. Bularni biladi, lekin bularni bilmaydi. Ahror akani, chunki bular hech qachon videolarga chiqmaydi. Shu niyatlar bilan qilganmiz shu joyni. Mana sekin chiqamiz pastga. Bittadan chiqamiz endi. Mana endi pastga tushamiz do'stlar. Pastda nima borligini ko'ramiz. Shu ikkita monsterni ko'ryapman men. Do'stlar, mana S-Coupe'ni qaranglar. Bu S-Coupe'ga biz Instagramda video oluvdik. Mana qaranglar, eksklyuziv rangini o'zgartirishibdi. Bitta narsa, mana ko'rib turgan disklar bunga qo'yiladi. Pakka hali uspet qilishmadi. Lekin mana bu diskga qo'yiladigan bo'lsa,
nima bo'ladi? Mana Muhammad Bobur aka mashina egalari. Unikальный bo'ladi inshaalloh. Muhammad Bobur aka. One of one, как всегда. Xudo xolasa. Mana bu yoqda BMW M5 G90 hamma biladi bu G90 ning egalarini, ya'ni Leo kana mashinalari. Diskani qaranglar, nimalar qilib qo'ygan, o'sha mashinani boshqacha qilib qo'ygan. Mana bu diska boshdan umuman boshqacha qilib qo'ygan. O'z G90larda bunaqa diska turmaydi. Lekin bunga boshqacha vid berib turibdi, qaranglar. Bu diska S-Coupe'niki, mana Mercedes logotiplari turibdi o'rtada. Buni qaranglar. Prosta dahshat mashina. Nomeriga qarasanglar bo'ldi, o'zingiz bilib olasizlar. Plus bir remont performance tarafdan tuning qilingan mashina. Bunda hozir 1100 ot kuchi bor. 1100 ot kuchi. Kovunli diskalar. Bu yerda BMW M5 KS 850 ot kuchi, Stage 2+. Karbonoviy diskalar, karbonoviy gubalar. Sherzod aka, shonaning qopqog'i. YouTube vlogimga nimalar deya olasiz? Nima deyish kerakligi, nima mavzuda gapirishga hamma bo'ldi. Bugungi video nima haqida? Bugungi video shu ochilish haqida va Mambo KS haqida bir og'iz so'zingizni eshitdik. Avvalambor Muhammad Yusufga omad tilaymiz. Xayrli joy bo'lsin, barakali joy bo'lsin, chunki sentrda qiyin, o'zimiz tajribamizdan bilamiz ishlash oson emas. Shuning uchun barcha yaxshiliklarni tilab qolamiz. Inshaalloh mashinalarni ket uzilmasin, qimmat xizmatlarni, zo'rlarni, sifatlilarini ko'rsatishdan charchashmasin. KS, gap yo'q KSga nima deymiz? O'zgartirishlarni zo'rini qilishgan gap bo'lishi mumkin emas. Egalarni taniymiz, yaxshi bilamiz. Mashina tagidan shamol o'tib yursin deymiz. Anchadan bir video qilamiz deymiz, Instagramga, YouTube'ga. Mana ayting aka, qachon YouTube'ga siz bilan bir vlog olamiz? Mana sizni men YouTube'da ko'rib kelganman. Siz vlog boshlagan paytingizda men umuman vlog qilaman deb o'ylab ham ko'rmaganman. Siz qilib vlog qildim mana. Men xursandman. Agar g'oya bo'lsa, ideya bo'ladigan bo'lsa, всегда za. Всегда. Grafikimiz bir-birimizga tushsa bo'ldi, muammo yo'q. 1-2 kun oldin aytib qo'ysangiz, men tayyorman doim. Bo'ldi. Nima deysizlar do'stlar, Sherzod aka bilan vlog olamizmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizning fikrlarni kutamiz. Ibrohim aka, bu BMW M5 G90 ga nima deysiz? Xo'p, qaysi men buni aytsam, BMWga uncha zo'r tushunmayman, lekin uka men buni sevdim. Короче, yengilini, mushnisi bo'lgan, oldi, orqasi. Lekin og'irmoqchi edim mana shundan, zakaz qilyotdim. Bilmayman, keyin olgim kelmay qoldi. Xudo xolasa, keyingi mashinangiz qanaqa bo'ladi endi? Tez kunda o'shani e'lonni qo'yaman, xudo xolasa, bir 4 ta 5 tacha variant bor. 4 ta variant bor, o'shaning ichidan bittasini tanlayman. O'sha variantlar nima? Kommentariyga qoldirib ketinglar. Do'stlar, bu yerda BMW F10 turibdi. Uni tepasida BMW M3 Competition turibdi. Shunda tegadi, ranjisani qarang, orasini. Turishini. Bam. Bam. Bu yerda M4 Competition qizil ko'zli bilasizlar buni. 800 ot kuchi. Bu yerda yana M5 Competition original.
Ko'ryapsizlar, qarshilarda ikkita Monster, Ford Mustang GT Dark Horse. Mana. Bu BMW M5 F90 Competition. Xo'p, bo'pti, birinchi o'rinda masalaga Mustangga xarakteristikasini tushuntirib ketishim kerak. Xo'p. Kapot ostida 5 litrli atmosferniy dvigatel turibdi. Bunda hech qanaqa turbina, gibrid yo'q, 5 litrli atmosfera. Mustang Dark Horse va bu mashinada hozir 500 ta ot kuchi turibdi do'stlar. Lekin shunaqa suv chiqyapti, chunki rosa bosdik boya. Bu Dark Horse bo'lganligi uchun buni ko'p detallari qoraytirilgan, ko'ryapsizlar. Black Edition, hamma taraf Black Edition, chunki bu Dark Horse, ya'ni qora ot. Shuni hisobiga ko'p detallari qora. Ko'ryapsizlar, oldi kapotdagi javralar ham qora, mashinani tomi ham qora. Spoiler qora, hamma joyi ko'p detallari qora. Eshik ochilganda mana Dark Horse yozuvini ko'rsak bo'ladi. Dark Horse bu podzakaz qilingan. Nimaga? Chunki bu qaranglar ko'k choklar bilan tikilgan, alkantara, koja, eshiklar alkantara, koja. Multifunksional kojinli rul. Bunda hamma funksiyalarni bajarsak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita displey bor. Bu ikkita displey bir-biriga ulanib ketgan va bu sensorli mana. Sensorli. Bunda ko'rib turganingizdek ruchnik bor. Bu ruchnik bilan sizlar drift qilsanglar bo'ladi va bu elektronniy ruchnik vazifasini ham bajaradi mashinada. Chunki bu zadniy privodda mashina zo'r drift qiladi. Hatto menga juda ham yoqadi Mustang. Mana Dark Horse yozuvlari bilan juda ham zo'r mashina. Agar shunaqa mashinalarni niyat qilgan bo'lsanglar, videoga like bosib ketinglar. Hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. BMW M5 Competition. Bunda o'zi 4 litrli twin turbo dvigatel turibdi. Bu mashinaning stokoviy 625 ot kuchi bo'ladi, lekin bu stokoviy mashina emas, chunki bunga stage 2 qilingan. Stage 2 qilinganligi uchun bu mashinada hozir 800 ot kuchi bor va 0 dan 100 km/s tezlikgacha bu 2.9 soniyada chiqadi, chunki bu Ramon Performance tarafdan stage qilingan. 0-100 2.9. Bu bo'lsa 0-100si 3.6 soniya. Yozilishi bo'yicha 3.7 yozilgan, lekin bunda egalari 3.6 soniyada yuziga chiqibdi. Bosh bola gaz bosib ko'ryapti. Yosh bola shunaqa bosyapti va qilibdi. Endi mana shu bolada bitta maqsad paydo bo'ldi. Точно shu mashinani olaman degan maqsadda. Yangi BMW dedi-yu, yangi fanatchi. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла.